2026 Chevrolet Damas'ning shondor qaytishi. Rostini aytsam, bunday katta o'zgarishni hech kim kutmagandi. Chunki Damas nomi ko'pchiligimiz uchun yillar davomida bir xil ko'rinish, bir xil imkoniyatlar va bir xil konsepsiya bilan bog'liq bo'lib kelgan. Ammo 2026 yilga kelib Chevrolet hammani hayratda qoldiradigan qadam tashladi. Bu endi oddiy Damas emas. Bu zamonga moslashgan, yangicha fikr bilan qayta yaratilgan, butunlay yangi avlod Chevrolet Damas. Avvalo tashqi dizayn haqida gaplashamiz. 2026 Chevrolet Damas ilk bor shunchalik zamonaviy va dadil ko'rinishda namoyon bo'lmoqda. Old qismi to'liq yangilangan, LED faralar, kengaytirilgan old panjara va sportiv bamper avtomobilga mutlaqo boshqa qiyofa beradi. Yon tomondan qaralganda esa kuzov balandroq va mustahkamroq ko'rinadi. Bu esa nafaqat dizayn, balki barqarorlik jihatidan ham katta o'zgarish ekanini ko'rsatadi. Orqa qismi ham e'tibordan chetda qolmagan. Yangi stop chiroqlari, yangilangan eshik dizayni va ixcham, ammo zamonaviy ko'rinish, bularning barchasi Damas'ni nihoyatda asr avtomobiliga aylantirgan. Endi esa eng kutilmagan o'zgarish, ichki salon. Avvalgi Damas'larda salon juda sodda, minimal qulayliklarga ega edi. Ammo 2026 modelda Chevrolet bu stereotipni butunlay buzdi. Salon ancha keng, o'rindiqlar ergonomik va qulay. Old panelda raqamli displey, multimedia tizimi, Bluetooth, sportlar va zamonaviy boshqaruv elementlari paydo bo'lishi kutilmoqda. Bu degani, endi Damas faqat yuk tashish yoki ish uchun emas, balki oila bilan yurish uchun ham qulay avtomobilga aylanmoqda. Texnik tomoniga to'xtalsak, 2026 Chevrolet Damas'da yangi avlod tejamkor dvigatel qo'llanilishi kutilmoqda. U kam yoqilg'i sarflaydi, ammo kundalik foydalanish uchun yetarli quvvatni ta'minlaydi. Ayniqsa shahar ichida harakatlanish, savdo va kichik biznes uchun bu juda muhim. Ba'zi taxminlarga ko'ra, benzin va gaz variantlari ham bo'lishi mumkin. Bu esa foydalanuvchilar uchun yanada katta tanlov imkoniyatini yaratadi. Xavfsizlik masalasida ham sezilarli o'zgarishlar bor. 2026 Damas'da ABS, xavfsizlik kamarlari, mustahkam kuzov tuzilmasi va qo'shimcha xavfsizlik tizimlari bo'lishi kutilmoqda. Bu esa oldingi modellarga qaraganda ancha yuqori xavfsizlik darajasini anglatadi. Endi eng ko'p qiziqtiradigan savol narx. Aynan arzonligi sabab Chevrolet Damas yillar davomida O'zbekiston bozorida juda mashhur bo'lib kelgan. 2026 model ham bu an'anani davom ettirishi kutilmoqda. Rasmiy narx hali e'lon qilinmagan, ammo mutaxassislar uni hamyonbop segmentda bo'lishini taxmin qilishmoqda. Xulosa qilib aytganda, 2026 Chevrolet Damas'ning shondor qaytishi avtomobil bozorida katta shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Dizayn, qulaylik, tejamkorlik va xavfsizlik bularning barchasi bir avtomobilda jamlangan. Eng muhimi, Chevrolet Damas o'z ildizlarini unutmagan holda zamon bilan hamnafas bo'lib qaytdi. Agar siz ishonchli, arzon va ko'p maqsadli avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Damas aynan siz uchun bo'lishi mumkin. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Sizningcha, yangi Damas yana afsonaga aylana oladimi?